Faqat tadbirkor yoki tadbirkorlikni endigina boshlamoqchi bo'lganlarga bizdan ham savobli, ham daromadli taklif bor. Siz kunduzgi parvarish xizmatini tashkil qilasiz. Bu davlat xususiy sherikchilik asosida bo'ladi. Xizmat ko'rsatish uchun biror bino yoki inshoot tanlanadi va 4 dan 9 nafargacha 3 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan nogironligi bor bo'lgan bolalar uchun guruh tashkil etiladi. E'tibor bering, ushbu nogironligi bor bo'lgan bolalarga siz kunduzgi parvarish xizmatini ko'rsatganingiz uchun sizga davlat tomonidan subsidiya beriladi. Bunda siz xizmat ko'rsatadigan har bir bola uchun ajratiladigan mablag'larning miqdori aniq belgilangan bo'lib, bu haqda video izohida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Siz 5 kun davomida parvarishlash xizmatini ko'rsatishingiz uchun bir shtat birligida tarbiyachi va yana bir shtat birligida tarbiyachi yordamchisini ishga olasiz. Tarbiyachi yordamchisi ushbu guruhdagi nogironligi bor bo'lgan bolaning onasi bo'lgan taqdirda undan tegishli oliy yoki o'rta maxsus ma'lumot talab etilmaydi. Yana ham soddaroq qilib aytganda, sizga nogironligi bor bo'lgan bolalarni kun davomida 9 soat parvarishlab, sog'lom ovqatlantirish xizmatini ko'rsatganingiz uchun subsidiya ajratiladi. Agar zarur holatlarda transport xizmatini ko'rsatsangiz ham qo'shimcha kompensatsiya to'lab beriladi. Qiziqqanlar o'z hududidagi inson ijtimoiy xizmatlar markazlariga murojaat qilishlari mumkin.